Chep. Asıldayo ba. Chep endi siz qulog'ingizga taqmang endi. Ha, let's go deganlar boshlandi o'yinimiz. Shundoq beryapman pulni hurmatdasiz Iko akam, rahmat Xudoga. Hunter Ahliyor aka bilan ko'rishib turibsizmi? Albatta ko'rishib turibdi. Beryuboringlar ovozli. Danat silka beryuboringlar ovozli yo'q bu yerda. Danat Ali ishi yo'q ekan. Voy, bu yerdan hozir ajoyib tarzda hozir Jamshid kill topdi. Vaymi bu yerdan push qildi. Jeki bu yerdan. Nima qildi hozir Jeki? Cover berdimi? Jekining urunini ko'ramiz. Jekida 161 urun emas. Jekida 67 da cover berdi shepim. Urunini ko'ryapsizmi? Endi ko'rsatib turadi. Top 2 da turibdi urunda hozir Vaymi 1-0. Shep 1-0 dan bitsa bo'ladimi? Lekin o'ylaymanki, bilmayman unisi. Lekin o'ylaymanki, shep ko'chmasdan o'ynaydigan vaqt lekin bor hozir. Temur ham otadi, Vaymi ham otadi. Bitta push qilish kerak va bazasiga yotib olish kerak. O'ng chap qor bo'ldi. Ramzes Pizis o'ynadi. Ramzes просто skipni yig'ib yubordi hammani. Jigarlar. Hozir bu yerda Vaymi chap tarafdan pik qilmoqchi Jekiga. Jeki bu yerda o'ta Temur hozir ajoyib tarzda damage'larni qabul qilib oldi. Jamshid nima qiladi? Shep Jamshid nima qilyapti? Jamshid push qilyapti. Tushunmayapsizmi nima bo'layotgan? Ha, cho'chyapti. Vaymi chunki bu yerda coverda turibdi. Temur hozir bitta pik qilsa lekin olib ketadi. Qaranglar. Hunter's pik. Buf. Kishi olib push qilyapti. Jekini hozir push qildi. Gap bo'lishi mumkin emas. Hozir Jamshid bir kishini olib ketdi. Shot 2-1 jigarlar. Teoda baribir nomer 1 aka, to'g'rimi? Endi bilmaymiz jigarlar. Hammani o'zining любители bor. Любителис kim? Hech kim. Chivo? Johnny Sings? Mia Khalifa? O bu yerda ajoyib tarzda Temurga hozir damage'larni Jeki Niklarni aytib, men streamdan chiqib ketishadi. Hozir Jamshid push qiladimi? Jamshidga hozir infosi yo'q. Jamshid ikkita killni hozir o'z hisobiga yozib qo'ydi va Vaymida hozir bitta jalla pizdes. O'sha Ziko tuzumisiz, rahmat uka Dante. Sizda bor edi-ku aka, endi bilmayman ukamni yo'q ekan, invalidlik qilmagan. Obotdan Temurmi? Temur hozir botdan push qilmoqchi. Ko'ramiz hozir Jeki va Temur to'qnashuvi bo'ladi. Qani birga bir kim olib ketadi? Jeki va Jeki gap bo'lishi mumkin emas. Temur hozir close fight yutib qo'ydi. Agar hozir Temur jamoasi yutib qo'ysa, lekin shep ishtonimni yechaman. Real. Abdushi. Vo, ustida Mercy yozig'i. Ashsujda. Qani ishlaydi aka, zo'r ekan. Hunter 5 ga deysidan turnirda og'ziga hamma berib yuborgan. Buni qani ko'ramiz o'yinda. Temur hozir bu yerda Vaymi push qilyapti. Jeki bu yerda chap tarafga o'tirib olgan. Zakarovga kutyapti. Biladi turishda bu yerda odam borligini Vaymi bilib, ba'ziga yotib olishda hozir 2 kishi push qilishmasa 3 minut vaqt qoldi. Hozir yutishadimi bular? Yutish kerak. 3-1 yutadimi? Jalab o'zi turnir qiladi, men faylami. Hop, bu yerda nima qiladi hozir? Jekiga ko'ringlar. Jeki nima qilib tashiydi hozir? Jeki Temurni biladi. Mana degan o'chitib turishib, juda g'alati turadi. To'g'ri, uzr. Men bor uzr. Hozir Vaymi va Jeki Temur jamoasi hozir push qilishmasa, hozir 250 sekund, 49 sekund, 48, 47, 46. Vo, hozir tugyapti. Сколько? Limit kilo сколько? Объясните, пожалуйста. Oy, 4-kill hozir Jamshid beryapti. Vaymi va Temur jamoasi nima qilib tashlashyapti? Nima qilishadi? Bitta shot olishgan bo'ldi. Hozir Jaska, to есть Jeki hozir kutyapti. Bu yerda Vaymi push qiladimi? Vaymi nima qilyapti? Vaymi bu yerda kutib o'tiribdi. Temur hozir bu yoqda ham kutyapti. Bilmayman, nimadir qilishyapti. Menimcha reglamentni o'qishyapti. Bekor aytdingizsanu. Aktyorlarni nikini ketishni ko'rgani. Voy, bashariylarga qurbaqa tepib ko'r. Men aytdim, legendarniy игрокlar. Vo, Vaymi. Значит, limit bor. 8 ta kill ekan limit. Bulut push qilish kerak. Push qilmasa bo'lmaydi. Jeki jamoasi hozir push qilyapti. Jamshid bu yerdan o'ng tarafdan chiqyapti. Vaymi va Jamshid hozir nima qiladi? Kim oladi deb o'ylaysiz? Agar Jamshid olsa ishtoningiz yechasiz. Qarang, birga birda hozir agar Vaymi olib ketsa, men yechaman. Aldadim.
Ketayotgan megabaytim yurolmasin. 8 kill ekan. Jigarlar hozir bular push qilmasa hozir yutqizib qo'yishadi. 4 ta ochko olishi kerak. Hozir Jamshid gap bo'lishi mumkin emas. Vaymini hozir urib qo'ydimi? Yo'q, Vaymi dushi gap bo'lishi mumkin emas. Hozir Jaska. Jeki bu yerda cover bera olmadi. Jeki qolib ketdi. Birga birida olib qo'yadi deb ishondi o'z sherigiga. Teyutimur bu yerda nima qildi? Teyutimur prosta kutyapti. Teyutimurga farqi yo'q, chunki 8 ta kill 1 minut ichida menimcha olish olmaydi. Chunki juda ham potni o'yin bo'lyapti. Menimcha final shape juda ham potni bo'ladi. Menimcha bir xatda ko'ramiz. Bir 10 ta перегровка bo'lmasa agar, xudo asrasin. Obota Vaymi push qilyapti. Vaymini hozir ko'rdi, boya damage berdi, miyasiga berdi, 2 kalla, 3 kalla. Yo berarmikan og'irdan qisdan. O orqasidan keldi. Eshitmadi, 5-kill, 3 kill olsa bo'ldi. Jeki jamoasi hozir borsa bo'ladi bemalol o'tiribdi hali. Bila, yo chiqdi, bildi to'pni. Voy, hozir bu ajoyib tarzda oldi. Yo'q, 5-3 hozir Vaymi yana Gosvatda urdi. Agar 5 ta ochkoni hozir 50 sekund topib ketsa, o'ynab o'g'irishsa ya hozir ana. Agar hozir comeback qilib ketsa, Teyutimur jamoasi men jinni bo'laman. Всё, осуждаем kill. Voy, bu hozir ajoyib demişlar. Orqaga qaytish kerak. Yo'q, tiqilib qoldi. Orqaga qaytdi. Hozir Ziko yana stop. Voy, Jekini urib qo'yishdi. Gap bo'lish mumkin. 5-5 divona qo'y. Agar hozir Jamshid topib ketdi. 30 sekundda 3 ta kill. 3 ta kill kim oladi? Jeki jamoasi yoki Teyutimur jamoasi? Menimcha hech kim push qilmaydi. 5-5 bo'ldi. Menimcha bo'ldi. GG. To'xtalib ishdi. Da, перегровка bo'ladi. Походу. Ovozim ja baland kelyapti, jigarlar. Bilaman. Endi normalmi? Mikrofonni og'ziga ketib gapirganingizdan keyin shu tashla. O'jalar nima qildi? Bila, gap bo'lish mumkin emas. Hozir ikkita qonxo'rlar bir bloga cover berdi va ikki kishini urib yuborishdi. Hozir Jeki bilan Jamshid nima push qilishmaydi va перегровка deganlar. 5, 4, 3, 2, 1. Hunter cho'chaqir. Ketdi. Jigarlar. Jigarlar mingta like bo'lsa Hunterda xurrak yotib uxlayotganini tashlayman. Jigarlar Hunter sal Poal Hunter bir paytlar zo'r bo'lgan. Faqat pastelda zo'r bo'lgan. Ya. Obunachi bo'yicha turnir ham qiling. Lekin shep mana shu variant lekin. Qilamiz. Jigarlar qani let's go boshlandi. Teyutimur va Vaymi. Kim yutar ekan? Teyutimur va Vaymi. Jeki va Jamshid. Ziko Kumeri senator 100%. Ziko nomerading glazok edi ya. Hozir ham nomeradingman. Jigar bitta kontent olamasam biladi. Voy, mana birinchi kill bo'ldi. Birinchi kill hozir Jeki ajoyib tarzda Vaymini hozir urib qo'ydi. Vaymi potda push qildi, agressiv o'ynashyapti. Teyutimur jamoasi menimcha Jekilarni neda atsenivit qilishyapti. Hamma o'yinda. Lekin соперникni atsenivit qilish bu prayod degani o'sha, GG degani shep bu. GG paxodu. Hozir qo'ydi-yu. Ha, pastelni ko'rganmiz. Yo'q, o'sha pastel yotgan payti mana qimillatib yotganini ko'rib qo'yaman-da. Vaymidan ikkinchi xato. Vaymidan ikkinchi xato va Jeki hozir ikkinchi kill yozib qo'ydi o'z hisobiga. 8 ta kill qilishsa bo'ldi. Jeki jamoasi orqaga yotib olishsa, всё, GG jigarlar, GG. Teyutimur hozir cover beryapti. Jeki ham normal o'ynar ekan-a, shep. Da. Jeki ham yaxshi o'ynar ekan, gap bo'lishi mumkin emas. Hozir Jeki botdan, Jeki hozir Teyutimur hozir botdan push qilyapti. Jamshid botda hozir 0 qilib qildi va Jeki bilan hozir push qilishmasa, nima bo'ladi? Hozir Vaymi botdan Billa, Vaymi botdan juda ham zo'r cover beryapti. Shunaqa o'ynashmoqda, cover qilib bitta guruh. Hozir botdan Vaymini qarang, nimalar tashlayapti bu Vaymi. Jekiga ochilmasdan cover beryapti. Teyutimurdan hozir ikkita frag, bu yerda Vaymi hozir ashibka qildi. Timur Vaymini ashibkasini hozir to'g'rilab qo'ydi. Gap bo'lishi mumkin emas. Hozir bu yerdan ikki jamoa push qilishyapti va Jekidan bu yerda ajoyib. Yo'q, Jeki va Teyutimur kim olib ketar ekan? Jeki yoki Teyutimur? Hozir bu yerda Vaymi olib ketdi. Hozir Jeki. Gap bo'lishi mumkin emas. Jeki hozir Teyutimurni yana close paytda urib qo'ydi. Hozir bu yerda Vaymini ham Jeki uryapti. Jeki nimalar qilib tashlayapti, shep? Я не знаю. Jeki nimalar qilib tashlayapti? Opalarini go'ttini. Jeki gap bo'lishi mumkin emas. O'yini menga yoqdi Jekini. Xo'p, ko'ramiz Teyutimur hozir. Voy, billet, Vaymidan ajoyib kill hozir to'g'ri. Jeki botdan pushni kutyapti. Teyutimur 10 dan push qilayotgan bildi. Vaymi ikkita burchaga o'tib olishdi. Hozir bir kishi push qilmasa, shep yana перегровка bo'ladi hozir. Ya'ni 4 ta ochko olsa, hozir botdan Teyutimurdan xato bo'lishi mumkin. Jeki ajoyib tarzda 3-killini o'z hisobiga yozib qo'ydi. Jeki nimalar qilib tashlayapti? 5-0. Vaymini o'zi agar kishi hozir push qilib yuborsa 6-ochkoni o'z hisobiga yozib qo'yishadi. Mana shu bir kishini urgandan keyin ikkinchisini push qilib yuborish kerak, tushunasizmi? Bilmaydi-da bular, tushunasizmi? Professional igrokdan mana maslahat-da.
Xorazmdamiz Ziko yo'q. Toshkent Lumen deganlar. Jamshid va Jeki hozir bir joyga to'planib olishdi. Vaymi va Timur push qilishadimi yo'qmi? Ikki tarafdan push qilishsa hozir botdan Jamshid pik qilmoqchi. Shapdan pik juda ham xato. Danasilka tashlayli. Jigarlar Danasilka shapka profili shuna kirsanglar pastda yozilgan. Shep chatga Danasilka tashlayli. Tashlang. Yo'qmi? Ekranda ko'rinmaydi. Nastroyga qilmayman. Hop. Ajoyib tarzda hozir olmaslik, ya'ni Jamshid va Jeki hozir 5-4 hisobida oldinga ketishyapti va 3 ta ochko olishsa bo'ldi. Jeki jamoasi bitta win bo'ladi, ularda yana bitta переигровка bo'ladi adashmasam. To'g'rimi? Duh победы-ku, to'g'rimi? Shashar asosida Vaymi so'kmaylar, jigarlar. Unaqa игрокlarni so'kib o'zinglarni anaqalarni tushirmaylar, yo'q obro'yinglarni. Yo'q obro'. Obota Vaymi push qilyapti, nima qiladi Jamshid? Jamshid turib qo'yadimi? Jamshid botdan chapni nakon qilyapti. Yo, Jamshid. Jeki bir xp Vaymi. Jeki nima qiladi? Jekini ostiga uchmir push qilyapti botda. Jamshid. Bular 5-5. Bular uchmirdan qanaqa piklar? Qantaras pik qoldi bu. Jam bo'lishi mumkin. Hozir Jamshid. Yaxshi Timur ikkalasan olib ketdimi? Ba 7-6 bitta shot bersa bo'ldi, GG. Sizga faqat brollarning o'yini yoqar ekan-a. Vaymi chiqyordi. Yo'q, zo'r o'ynayapti Vaymi. Gap bo'lishi mumkin. Timurdan hozir ajoyib back. Jigarlar. Vaymi jamoasi hozir comeback qilib ketadimi deb o'ylab qoldim. Sasol. Hozir Jeki botdan pik qilyapti. Jekidan info bor. Jamshid nima qiladi hozir? Jamshid. Hozir ikkita shot olib ketsa bo'ldi. Timur jamoasi ikkinchi o'yin boshlaymiz-a. Bitta shot olib ketsa. Adashdim. Hozir bu yerda Jamshid uyg'onmasa bo'lmaydi. Jeki bu yerda ajoyib killlarning hozir berib tashadi. Vaymi va Timur bir ro'yga qarashyapti. Qarang, men o'ndan chap qilaman, pik qilaman, chapdan deyapti. Bo'ldi, go deyapti. Ko'ramiz. Ziko lekin borman sizni oldini Abdushu ko'rganman. Globalarizga rahmat. Jigar Ronaldo bilan Messi bitta komanda o'ynaganini bo'lyapti. Da. Вот именно jigar. Qani ko'ramiz hozir. Bular Vaymi bu yerda agressiv o'ynashni xohlayapti. Значит, bu yerda agressiv o'yin bo'ladi deb o'ylab qo'yman, shef. Ola like'larni bosib qo'yamiz. Like'larni 800 taga olib chiqib qo'yish kerak. Buni qo'yish uchun o'zi 800 ta like kam 1000 taga olib chiqish kerak. Jigarlar hamma like obuna bosib qo'ysa qani. Legendalar o'ynayapti. Kecha sizlarga aytgan setimizda hozir Vaymi ustiga ko'rdinglar, yechib qo'ydi surazi. Ko'rsatmasin degan ma'noda bilmayman endi. Ko'rsatmasin yuragimdan. Timurni ko'ramiz. Timur bu odam nima qiladi? Timur o'yinlardan bilaman, unchalik kutib o'ynaydigan igrok emas. Push qilib o'ynaydigan igrok. Buni qanchalik sabri yetib kutib o'tiribdi pushni. Lekin pushdan foyda yo'q, chunki ular hammalari 8 ta kill olmaguncha ular ham profit olmaydi. Ular bo'ladigan bo'lsa, ular shunaqa. Vaymi telefon jigarlar iPad o'ynamaydi Vaymi. Hozir bu yerda Timur va Vaymi oxirgi sekundlarni kutib turib bitta push qilib yuborishmoqchi. Menimcha shepim shunaqa deb o'ylayman, chunki bu yerda agressiv o'yin ko'ramiz. Hozir Vaymi bilan Timur bu yerda nastroy qilishyapti, push qilishga. Jaska va Jamshid, Jeki va Jamshid hozir chap tarafda, to есть ulardan chap tarafda, Timurdan 10 tarafda o'tirishibdi. Bular mana tushuntirmasam piyuz bo'ladi. 700 ta like jigarlar. Davay mujik, hamma like. Jeki bu jigarlar. Jamshid o'ynayapti hozir. Frezi уже давно chiqib ketgan jigarlar. Hunter aka sizdan old akkauntda savdo rosa akamoqchi bo'lganini pul yo'q edi, aram qiladi desa jigar. Ramazon ayting, bemalol yig'ib olasiz. Hozir agressiv. Menimcha bor oxirida push qilishadi. Men o'ylagan rejam hozir amalga oshadi, shep. Chunki 2,5 minut vaqt qolyapti, shep. Bular oxirini kutib bam yasa borishadi. Lekin o'ynasa olishyapti lekin bormi? Ziko va meni yutasizmi? Albatta jigarlar 10 kda, absolyutno 10 kda. Bemalol yutaman. Agar ko'rsat proof qani 100 desanglar, men o'ynamayman. Menda platka jigarlar. Ziko priz nima? Jigarlar priz pul miqdori Oqtepa sohil bo'yidagi kanali va 10 million AQSh dollari. Deb ayta olmayman, chunki buni turgan ham yo'q. Film Dubaydan bitta uydi.
Ha bu yerdan Jeki bu yerdan hozir Tevtimurni ko'rdi va burchaga sirpanib turib, bu yerda hozir Jamshidni o'ylayapti, Zakarovka deb o'ylayapti. Da, Zakarovka deb o'ylayapti Tevtimur. O'shanga hozir infosi bor. Bemalol hozir bo'ldi, ikkitadan infosi bor. Hozir nima qiladi? Ziko prezident Oqtepa uzoqligidan 2 xonali uy. Bola, agar sizlar ham turnirga qatnashmoqchi bo'lsanglar, ham O'jiga qara, Jamshiddan hozir ajoyib kill bo'ladimi? Hozir kishi hozir Tevtimur shotan bo'lishi mumkin, lekin mashinaga olib ketadigan bo'lsa, hozir o'yin tomonida push qilishlari kerak deb o'ylayman. Hozir Tevtimur va Vaymi, lekin bu yoqdan ko'rishimiz mumkin Jekoni va Vaymidan. Voy, Vaymidan 8-kill. Победный shot degan bo'ladi. Hozir Jeki bu yerda push qilyapti, nima qiladi? Jeki hozir push qiladimi? Da push qilyapti. Voy, bu yerda Vaymidan ajoyib cover. Chivo, blad. Bo'ldi, shef olib ketdi. Bo'ldi, GG. Olib ketdi bular. Menimcha GG. Voy, bu yerda hozir Jamshiddan urib yuborish mumkin Vaymi va info berdi. To'shda joni kam bu yerda Tevtimur push qiladimi? Da push qilyapti, hozir bu yerdan Jekini urib yuboradimi? Yo'qmi Vaymi gap bo'lishi mumkin. Tevtimurdan ajoyib frag bor, ajoyib frag. Spreylarini qaranglar. Vaqt borda yetib o'tib bolalar, agar sizlar ham turnirga qatnashmoqchi bo'lsanglar, bemalol Telegram kanalimizga ko'rsanglar bo'ladi. Keyingi turnir obunachilar uchun ham qolishimiz mumkin. Albatta jigar Vaymidan ajoyib mumkin va Tevtimurdan ham nima amalga oshirildi. Shotlar 13-6, kichikkadan ham o'tib ketishdi. Mana shunaqa o'yin kutayotgandan bu komanda a'zolaridan, ya'ni Vaymi va Tevtimurdan. Mana ajoyib comeback bo'ldi. Aytganimdek, oxirgi sekund tushadi dedim. Bu yerda Telegram kanal tashlashyapti. Tez kirib obuna bo'lib qo'yinglar. Mujiki 2 bo'ldi. Gapirishimda hozir Jekida ajoyib pik. Bu Vaymiga qimmatga tushdi. 14-7, 40 sekund ichida comeback qilish oladimi? Jekodan navbatdagi killni ko'rishimiz mumkin. Tevtimurdan. Jeko deydi, Jekidan ajoyib kill. Hozir gapirishimda Jeki hozir komandasini chuchu tashid qildi. Voy, Jekini hozir qo'yadimi? Yo'q, bo'ldi o'sha. 15 razmen berib ketyapti. Na, 16-10 va 20 sekund qoldi. Mana bo'ldi. GG deb o'ylayman. Jigarlar, keyingi o'yinimizni yana hozir boshlanadi. Sirazu rek bo'ladi. 17-10 уже Unreal comeback. 17-10. Mana shunaqa agressiv boshda o'ynash kerak edi. Bu igroklardan men shunaqa agressiv o'yin kutayotgandim, chunki Jekidan bo'ldi, sal qoldi. Vaymi bu yerda ustunlikni voy bo'ldi, GG jigarlar. 0. Birinchi pobeda yes уже botlar timda. Ziko nechinchi yilsiz? Men 99. Alayat 2008. Beda priz olamiz. Uydangiz nega yo'q bo'lib ketdi jigar? Katta xolam qo'yatdim. Turnirni kim qo'yatdi? KTXmi? Qo'g'irlar. Ana let's go jigarlar, o'yin boshlandi. Jeki botdan push qilyapti. Jeki va Jeki hozir yana chiqib ketadimi deb o'ylab. Daromad to'lka PUBG'danmi yo'q? Bu qayam qochiramiz. Beda bir sotish turadi orada ko'chaga chiqib turadi, Chilonzor qator torlik. Hunter shu bildirmaydi sizlarga, lekin men sizlarni bildim. Ramazonda so'kinmanglar jigar, og'iz ochilib bo'ldi. Yibamiz. Og'iz bo'lgandan keyin bo'lmaydi endi. Ish qilmadik. Hunter jigar editor akkaunt qancha bo'lyapti? $30. Ya, editor bo'ldi, hech nimasi yo'q boshqa. O'shani ham 2 marta ledni tushirib to'g'ri qilgan. Ammo do'rdan qochganlar yerda ekan. Tordan qochganlar. Da, o'yindan chiqib ketgan jigarlar. iPad olganimdan keyin shunaqa bo'ldi. Yangi iPad olganimdan keyin atak eski iPadda yaxshi o'ynadim. Nima deysizlar endi? Tevtimur va Jeki jamoasi hozir o'yin boshlandi. Jamshid bu yerda 10 ga o'tib oldi. Jamshid qaytib ketdi. Tevtimur hozir infosi yo'q. Chapda deb o'ylayapti hali ham. Yo'q, ko'rdim ekan. Yandirmanmi shu? Voy, bu yerda bayt bo'lyapti. Jump throw. Molim bor qochirib keting, всё. Bu yerdan Jamshid hozir pik qiladimi va Jamshid hozir birga bir Tevtimur bilan birga bir ochib qo'yadi. Jamshid kim yutar ekan? Tevtimur yoki Jamshid? Qani let's go. Close fightda kim yutadi? 1 2 3 hozir 2 kishi hozir push qilyapti. Vaymi va Jamshidni hozir ajoyib tarzda ketishdi mana. Vaymi va pistolet urdi va Jamshid sirazi razmen zo'r bo'lyapti, shep. Lekin bular razmenni tushunadi, qarang, bular TDM'chilik bilinadi deb, razmen qo'yadi. Hop, Jeki bu yerdan kutyapti. Jamshid bilan Jeki birga o'ynashyapti, alohida o'ynashni to'shdi va bilishyapti. Ikkalovligi, to'yiz Vaymi bilan Tevtimur bir kishini push qilishligini bilyapti, o'shanga birga o'ynayapti Jeki va Jamshid. Hozir Jeki bu yerdan ko'rdi igrokni. Vaymi bu yerdan ajoyib pik qildi. Hunter pik.
Obotdan, gap bo'lishi mumkin emas. 4-2. To'g'ri, ikki. 4-2. Yana 4 ta kill bo'lishi kerak победа uchun. Победа uchun yana 4 ta kill bo'lishi kerak. Hozir ko'ramiz Timur jamoasi va Vaymi. Bilan. Vaymi bilan. Timur ko'ramiz, Ziko qo'toxo'r deydi. Voy, Yalla, qo'toxo'r emasman u, lekin oziligi katta. Xo'p, ko'ramiz hozir Vaymi nima qiladi? Timur bilan 5-2 hisobda hozir yutyapti Timurdan hozir. Voy, bu yerdan Vaymi. Jeki hozir. Jeki 1 HP bilan, почти 1 emas, 2-3 HP bilan olib ketdi hozir Vaymini. Voy, bu yerdan joy tarz hozir Vaymiga хороший damage berib tashadi Jamshid. Jamshid bu yerdan yana pik qo'yapti. Nima qiladi? Jeko. Men Jeko deyapmiz boylar. Jeki. Timurdan Jamshidda urganini ko'ryapmiz hozir. Ya bo'lmasa Timurga ham 30-50chi. Timur. Voy, hozir Jekini urib qo'ydi. Voy. Yondagina yo'qadi-chi. 7-3. Bitta kill olsa уже победный uдар bo'ladi. Voy, hozir Jeki. Yaxshi. Chep men Jeki eshitmadi, hozir joni kamligidan bor, Allohdan borligini. Hozir bu yerda ajoyib tarzda 9-3 hisobda bo'ldi. Berishmaydi. Timur jamoasi bermaydi. Hozir Jekidan ajoyib kill. Timurga hozir ham taras pik qo'yordi. Gap bo'lishi mumkin emas. Bo'ldi, bu ustunlikni hozir Jeki jamoasi qaytara olmasa, shef so'z jiji bo'ladi. Hozir o'shanga hozir nima qilib bo'lmasin olib ketish kerak. Jeki jamoasi hozir yutqizib qo'yishi mumkin. O'shanga agressivroq o'ynab, bir ro'y cover o'ynamasa hozir yutqizib qo'yishadi. Jamshid bilan pik qo'yapti. Timur bilyapsiz, o'sha ikki kishi pik qilishini, cover borligini o'shanga kuch qilmayapti. Nima qiladi endi? Ma'lumot uchun Jamshid 2011 Feruzni. Yuralli. 2011 bo'ladi. Gap yo'q ekan. Chapdan o'rndan pik qiladi. Voy, gap bo'lishi mumkin emas. Hozir ajoyib tarzda Timurni Jamshid o'zini hisobiga yozib qo'yapti va shotlarni qisqartiryapti. 6-9 3 ta hisob bilan ajratib turibdi ustunlikdan. Ko'ramiz hozir Jeki. Vaqt bor, lekin bemalol comeback qilsa bo'ladi, lekin Timur bilan Vaymini ustidan 5 minut ichida comeback qilsa bo'ladimi degan savol chiqdi. Comeback qiladi, men ishonaman Jeki bilan Jamshidga. Ko'ramiz hozir. Qaramayotgan payti hozir o'tib olish kerak, chunki Timur hozir Vaymiga cover beryapti. Va cover berdi. Ekodan navbatdagi kill Timurni lobbiga jo'natib yubordi. Yaxshi. Nima Jeki olyapti? Obota Jeki nima qiladi? Jeki Timur hozir uromadi 12-7 ko'ramiz hozir nima qiladi? Timur hozir bazasiga push qo'yapti. Vaymi botdan Vaymi ajoyib tarzda hozir pik qildi, gap bo'lishi yaxshi damage-larni oldi. Va gap bo'lishi mumkin emas. Nima qilyapti Vaymi? Ahvol. Albatta bo'ladigan bo'lsa Timur va Jekini ko'ramiz mumkin va Jeki navbatdagi shotni berib Jamshid ajoyib hozir. Jamshiddan rasmenda ko'rishimiz mumkin. Vaymi nima qiladi bunaqa vaziyatda? Vaymiga o'tkazadigan bo'lsak, pik qo'yapti, lekin Jeki yaxshigina damage berib qo'ydi va Jamshid bu bo'lishni 10-15-9 все, menimcha poходу GG yoki comeback qilsa bo'ladimi? Bilmayman. Comeback qilsa bo'lmaydi. Chunki Vaymi bilan Timur hozir juda ham agressiv o'ynayapti va hatto bitta kill olib ketishyapti, 2 kishi yashab. Bir olib ketsa, значит bu уже o'yinning oxirigacha. Voy, o'ta ajoyib tarzda hozir Jamshid kelyapti. Jamshid hozir bu Vaymi. Lekin Jeki bunga yo'l qo'ymadi. Jako degan tilingizga qo'yam. Jeki hozir bu yerda ajoyib tarzda hozir rasmiy qilib turib o'z hisobiga yana bitta kill yozib qo'ydi. Jeki nima qiladi? Jekida ajoyib pik. Hozir Jeki gap bo'lishi mumkin emas, yaxshi o'ynayapti. Timurda 3 ta minus kill bor. Endi buni administratorlar ko'rib chiqadi, adminlar, to'y organizatorlar ko'ramiz. Nima bo'ladi hozir bu yerda ajoyib tarzda nima bo'ladi? Hozir 1 HP Jamshid nima qiladi? Jamshidga hozir rasmiy kerak. Jeki. Qayerda bu Jeki nima qildi? Rasmiyga chiqdi, gap bo'lishi mumkin emas. Hozir Jamshid urib oladimi yo'qmi? O bilan ajoyib tarzda hozir Jamshid Vaymini urdi, Jekini ko'ramiz. Jeki. Yo'q. Duelga berib qo'ydi. 1218 Timur hozir ajoyib tarzda 2 kishini olib ketdi. Metga berib keyin otdi aqlli. Va unaqa qilish mumkinmi? Bilmayman, men tushunmayman. To есть
Yo'q, organizator voy gap bo'lish mumkin. Jeki push qilyapti. Voy yana gap bo'lish mumkin. Timurdan hozir ajoyib pik agressiv o'ynashini Jeki qochib ketdi. Jeki nima qiladi? Jeki hozir pik qiladi. Huntaras pik qilish kerak bo'ldi. Razmenga Jamshid keladimi yo'qmi? Menimcha kelmaydi deb o'ylayman, chunki bu yerda Vaymi bilan otishyapti. Vaymi uni urib qo'ydi. Gap bo'lish mumkin. Jekidan ajoyib kill. 13-19 Jeki zo'r o'ynayapti. Gap bo'lish mumkin emas. Vaymining YouTube akkaunti bilmaymiz deganlar. Vaymi Timur ko'ramiz hozir. Bir ro'ga shep bular juda ham zo'r razmen beryapti. Ziko aka qachon ofisga boray? Ukam keverli bo'lib, bab bo'lmayman. Hop, bu yerda Vaymi hozir Jeki bilan to'qnashadi. Timur urib kerak. Yo'q. Ulgurmadi. Gap bo'lish mumkin emas. Hozir bu yerda Jamshid Timur urib Vaymini ko'ramiz. Vaymi hozir Jaskani, to есть Jekini push qiladimi yo'qmi? Yo'q, Jeki bilan Vaymi hozir bu yerda potni o'ynashyapti. 14-19 comeback qiladimi yo'qmi? 2 minut vaqt. 2 minut vaqt agar comeback qilsa bilan Hunter gol rasmini slivini tarqatib olaman, 100% javob beraman. Qani let's go. Comeback qilish kerak, jigarlar, comeback qilish kerak. Qani nima qilib bo'lmasa comeback qilish kerak. Vaymi jamoasi va Jeki voy hozir Vaymi bilan Jeki. Voy gap bo'lishi mumkin. Jeki. Yaxshi Jeki, yaxshi. Voy hozir Timur hozir Jamshid urib oladimi? Gap bo'lishi mumkin. 16-19 mana buni comeback qoldi. Mana endi yo'q bo'ldi, bazaga o'tishdi. Passivni o'ynashadi menimcha. Bo'ldi, bazaga o'tishadi menimcha. Timur va Vaymi bazaga o'tib bo'ldi, o'shda kutishadi. Hozir Jeki jamoasi hozir comeback qilib ketsa, men gap bo'lishi mumkin emas deyman, lekin nimalar bo'lib ketyapti? Timur Vaymi hozir bu yerda Jamshidga cover kerak. Jamshidga cover kerak edi. Jeki bu ulgura olmay qoldi. Timurga qarab qoldi. O'shanga sal fokus buzildi. Voy, nima bu? Timur jala jump troll urib yubordi. 3 ta galla berib yubordi. Hozir qariya yaxshi o'ynadi, qariya. Kelma. Timur nimalar qilib tashlayapti? Ajoyib ishimiz mumkin va razmenga Jamshid ulgurdi o'sha. Uchtigala berib hozir Vaymi bilyapti to'shda bu yerdan Jeki chiqishini. Timur xarakter просто urib tap hozir polni push qiladi. 54 sekund borligini biladi. Hozir Timurdan gap yo'q. Jeki Timurni to'xtatdi. Jeki gapirmaganmi? Jekini urib. Hop bu yerda ajoyib tarzda Vaymi Jekini urib yubordi. Jeki bu yerda jahli chiqdi, bo'ldi 43 sekundda comeback qilib bo'lmasa ekan. Timur va Jeki to'qnashyapti. Timurda ajoyib kill bilan polni plus va 26 bo'ldi o'sha. Nima comeback o'sha Unreal bolalar. Bol. Jekini urib yuboradimi? Voy. Просто timing tushadi. Voy, какой, bla. Ko'rishimiz mumkin qariyadan. Nima qilib tashlayapti? Buni ham olib ketib qoladimi, shep? Jekini ham yana olib ketib qoladimi? Yaxshi. Voy. Buni ham olib ketdi. Absolutsiya ham olib ketardi, lekin. Men bu tarafga chiqdi. 30-20 urlanchi, все, GG jigarlar. Emotsiya qilsa bo'ldi, dabbasiz bo'ldi. Dabbasiz şey bo'ldi, GG. Qariyani komandasi yutdi, qariyani komandasi yutdi. Gap bo'lishi mumkin emas bu. Endi mana finalda quvnoq do'mboqchalar protiv Timur.